ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman qarindoshlarimiz, bugun har bir qaysingizlarga dars sifatida sunmoqchi bo'lgan nasihatimiz munofiqning, ya'ni nifoqning kelib chiqishi va bu nifoqning islom ummatiga, musulmonlarga elib keladigan zina haqida degan bu temada bo'ladi. Aziz qarindoshlarimiz, bu tema mening hajmimdan necha hassa cho'ng bo'lgan bir tema. Bu temani har jihatda mukammal, konkret yuritish uchun buningga soatlar ketadigan bir tema. Gerçi shundoq bo'lsa-mu, men bu temani yarım saat ichida inshaalloh qurbim yetgan miqdorida ixcham bir shaklda bayon qilib o'tmoqchiman. Biz nifoq va nifoq illatlaridan yiroq turish uchun, shundoqla munofiqlar va ularning musulmonlarga bo'lgan ziyonkashligidan har zaman ogoh bo'lishimiz uchun biz bu nifoqni har jihatda mukammal atrofli tushunishimiz lozim. Buning uchun men tövende so'zlamoqchi bo'lgan darsimda birinchi bo'lib nifoqning lug'at va istilohiy jihatdagi ma'nosi, ikkinchi bo'lib nifoqning turlari, üçüncü olab munofiqlarning sifatlari, to'rtinchi nifoq illatlarining, munofiqlik kasalining maydonga chiqishdagi asosli sabablar, beshinchi biz qanday qilgan vaqtimizda nifoq illatidan, munofiqlik sifatlaridan yiroq tura olamiz. Mana bu 5 asosiy nuqta, 5 tema asosida yuritmoqchiman. Aziz qarindoshlarimiz, bu nifoq degan so'z arabchadan kelib chiqqan bo'lib, yana bu o'zining ichki dunyosida bir narsani yushirish, o'zining asliyatini yushirish degan ma'nolarda keladi. Endi buning islohiy jihatga atalliqlar qaraydigan bo'lsak, izharul xayr va israrul sharr, izharul islam val xayr va ibtanul kufr va shar. Yaxshilikni hamma odamga namoyon qilish, o'zining yaxshi taraflarini gavdalantirish, razilligini yushirish, islom va yaxshilikni yeyish, kufr va razillikning o'zini maxfiy tutish. Mana bu nifoqning istilohiy jihatdagi, atalg'u jihatdagi ma'nosi. Shuning uchun munofiqlarning tili bilan dili birdek emas, tashqi ko'rinishi bilan ichki dunyosi birdek emas. Her zaman munofiqlarning qilgan so'zi amaliyatiga, tili harakatiga, ichki dunyosi tashqi faoliyatlariga zid keladigan shundoq bir maxluq. Shu sababdan ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo Tavba surasida 67-oyat deyman, Allah bu munofiqlarni alayda ogohlantirib, innal munafiqina humul fasiqun. Munofiqlar ular fasiqlardir. Humul xarijun ani shari'a. Ular shariatdan chiqib ketadigan odamlar ular. Tashqi ko'rinishda islom, musulmonlik qiyofatini oshkorlaydigan, musulmonlik davosini, musulmonlik qiyofatini namoyon qiladigan mohiyatida, ichki dunyosida har zaman kufrlik ushirilgan badbaxtlar ular. Yana Allah subhanahu va taolo Sura Niso'ning 147-oyatida innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munofiqlar davzaxning qahrida bo'ladi dedi.
Mana bu oyat bizga shundoq bir haqiqatni urishani uqtirib beryotganki, munofiqlarning kelajakdagi oqibati kofirlarnikidan necha hassa ig'ir bo'lganligini. Chunki bugungi davrda, bugungi jamiyatda kofirlar bizga nisbatan munofiqlarda xatarlik emas. Tarixda islom ummati musulmonlar hech bir zaman amaliy kurashlarda mag'lub bo'lgan emas. Balki musulmonlik qiyofatga kirib olgan, islom va musulmonlikning shuarini to'lib olgan, shakli jihatda, davo jihatda islomiy qiyofatga kirib turib, musulmonlarning saflarini bo'lash, musulmonlarning ruhlarini tushkunlashtirish, musulmonlarni bir-biriga ishonmas qilib o'tish, musulmonlarni shu qadar parchalash, musulmonlarni shu qadar umidsizlantirish harakatlarini elib berish orqali mana musulmonlarni asosan mag'lubiyatga uchirib kelgan. Shuning uchun nifoq va munofiq illatini o'zi yo'qtirgan insonlarning islom va musulmonlikka keltiradigan zini kofirlarnikidan necha hassa ig'ir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu yuqorqi oyatning o'zida munofiqlik davzaxning eng tegida bo'ladi deb bayon qildi. Aziz birodarlarimiz, mana bu yuqorida mening sharhligim nifoqning qisqacha ta'rifotlari. Ama bu munofiqlik cho'ng nuqtadan mundaq ikki turga bo'linadi. An-nifaqul akbar va nifaqul asghar. Cho'ng munofiqlik va kichik munofiqlik. Cho'ng munofiqlik bo'lsa, bu bir e'tiqodiy jihatdagi munofiqlik. Bu e'tiqodiy jihatdagi munofiqlik yukhriju sahibahu anil millah. Şu e'tiqodiy jihatdagi munofiqlik mavjud bo'lgan insonni islom millatidan chiqarib o'tadigan munofiqlik bu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar degan oyatning hukmida keladigan, şu oyatda deyilayotgan darzaxning qahriga tashilayotgan munofiqlik bu. Ammo kichik munofiqlik bo'lsa, o'zining tashqi harakatlarida, ba'zi bir faoliyatlarda ilib berilayotgan munofiqlik. Aziz qarindoshlarimiz, bu cho'ng munofiqlikning, e'tiqodiy munofiqlikning jumhur ko'pchilik olimlarning sharhlashicha bir qismlar 6 turlik sifati bor degan, yana bir qismlar 9 turlik alomatini o'tirib qo'ygan. Buning birinchi alomati takzibu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va takzibu ba'da ma ja'a bi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni yolg'onga chiqarish ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın huzuruna hep kelgan hakikatlerini inkar qilish, yolg'onga chiqarish. Bu Kur'an'da yoktu bu, İslam'da yoktu bu. Bu Muhammed özünün qo'shiq bilan to'qib oldi buni. Bu Muhammed'ning da'vatgan gaplari, ilgirkilarning cho'chakları bu. Degan o'xshagan mana bu batıl safsatalarni o'tirib qo'yib, Peygamber aleyhissalatu vesselamni yolg'onga chiqarish, inkar qilish mana bu e'tiqodiy munofiqlikning birinchi alomati. İkincisi, buğzu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve buğzu ba'da ma ja'a bih. Peygamber aleyhissalatu vesselamni o'chkirish, Peygamberni o'chkolash bilan tugamaydi. Peygamber aleyhissalatu vesselamga iymon etadigan, Peygamber aleyhissalatu vesselam olib kelgan haqiqatni qabul qiladigan, ammo va buğzu ba'da ma ja'a bih. Peygamber aleyhissalam olib kelgan bir qism hukmni yoqtirmaydigan, namozni obdan o'qiydigan, ro'zani obdan tutadigan, ama zakatga kelgan vaqtida ama shuning sal ko'nglim unmaydi deb turib oldigan. Aqimus salat va atuz zakatga qanday muomala qilgan bo'lsak, islom prinsipida ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz shaklda sizlar bizga berilgan tamom buyruqning o'ziga o'rtaq amal qilishimiz kerak. Qur'oni Karimda ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo islom ummatini ta'riflab nima dedi? Sizlar o'tirhal ummat sizlar dedi. Bu o'tirhal ummat namoz bilan ro'zani tutgan, boshqa bilan kar o'tgan ummat degan gap emas. Namoz ham o'qiy oladigan, ro'za ham tuta oladigan, zakat ham bera oladigan, amr ma'ruf ham qila oladigan, islomiy o'quvat qarindoshlikni o'zining hayoti mukammal mujassam qilib ijro qila oladigan, har zaman islomiy taklifotini mukammal ijro qilib o'rin deya oladigan, uning ustiga qanday mas'uliyat, qanday majburiyat oltisi uning o'disidan chiqa oladigan bo'lish, mana bu o'tirhal ummat bo'lishning tipik misoli bu. Bir tarafni bosib, bir tarafga ahamiyat vermaydigan. İslamdagi qarindoshlikning ching tutsa yana bizga ahamiyat bermaydigan. Namoz, ro'za, zakatga ahamiyat beradigan, ammo muomala, axloq, munosabatlarga ahamiyat bermaydigan bo'lish,
bu o'ttirhal ummat bo'lishning ifodasi emas. Demak, bu yerda deyilayotganimiz Payg'ambar alayhissalatu vassallam olib kelgan hukmning bir qismlarini yoqtirmaslikmi, o'ch kurashmi e'tiqodiy munofiqlikka yotadigan bir omil ekan, aziz birodarlar. Bu haqiqatni tushunishimiz lozim. Buning uchinchisi islom dinining mag'lubiyati, musulmonlarning mag'lubiyatidan xursand bo'lish, musulmonlarning g'alabasidan ko'ngli yerim bo'lib ichib pushib qilish, bu e'tiqodiy munofiqlikning uchinchi alomati. İçimizde bormi? Musulmonlarning ichida bormi? Musulmonlarning mag'lubiyatidan ko'ngli xursand bo'ldigan, musulmonlarning talofatidan ko'ngli xursand bo'ldigan qanday bir inson agar namoz o'qib, ro'za tutayotgan bo'lsa, agar ko'nglida xursand bo'lib, ajabmi turmush ketibdi, ajabmi uylabdi o, agar shunda bo'lib qolgan bo'lsa, iymonimizni tekshirishimiz lozim. Biz qanchalik musulmonmiz? Kim bo'lsa-bo'lsin, bizga o kadar yaqinchilik qilsin qilmasin, bizga choy quysin quymasin, biz bilan salomlashsin salomlashmasin, ammo bir musulmon qarindishimizning beshiga kun kelgan vaqtida biz uningdan xushallanadigan, xursand bo'ladigan, ko'nglimizda obdan kepti balaya afet deydigan ish bo'lib qolsa, har inson iymonni tekshirmoqi lozim. Mana bu e'tiqodiy munofiqlikning 3-alomati. E'tiqodiy munofiqlikning 4-alomati bo'lsa, Payg'ambar Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas tarafidan xabar berilgan haqiqatlarni biz buni tasdiqlash vojib emas. Azobul qabr yo'q, qiyomat degan bilan bo'lamdi bo'lmamdi ishimiz yo'q. Deganga o'xshagan bir qism inkorchilar, sunnatni inkor qildigan, Qur'on ta'limotlarini inkor qildigan, islom haqiqatini inkor qildigan bir qism badbaxtlikka o'xshash azobul qabr yo'q desa, yo'q, biz ko'rmabdimiz, hukm desa uni ko'rmabdimiz deganga o'xshagan Payg'ambar alayhissalatu vassallam uchuq labzi bilan, uchuq dalil isbot bilan xabar qilgan, bishorat bergan. Mana bu haqiqatning o'zini tasdiqlashni vojib emasdi bu degan, mana bu qarashga kelishning o'zi ham e'tiqod qilishning o'zi bu e'tiqodiy munofiq qilib boradigan 4-omil bu. E'tiqodiy munofiq qilib boradigan 5-omil bo'lsa, Payg'ambar alayhissalatu vassallam Allah'ın huzuridan olib kelgan har bir ahkomlarni, Payg'ambar alayhissalatu vassallamning har bir deganlarini ijro qilishning o'zini biz ustimizdagi bir vojib deydigan bu xil holatda bo'lmasdan, o deb masxar qildigan, ko'zga ilmaydigan bo'lish, mana bu e'tiqodiy munofiqlikning 5-alomati dedi. Ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo nima dedi? "Va ma ataakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Hazreti Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuridan nimani olib kelsa qabul qilinglar. Payg'ambar alayhissalatu vassallam nimadan cheklagan bo'lsa, iningdan keskin qo'l o'zinglar yiroq turinglar degan buyruqni berdi. Biz Payg'ambar alayhissalatu vassallam ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddasning huzuridan mana bu Qur'oni Karimni olib keldi. Islom haqiqatini olib keldi. Bizga dunyo va oxiratlik baxt saodatlik yo'lni ko'rsatadigan bir haqiqatni olib keldi. Ammo ki biz Payg'ambar alayhissalatu vassallamning sunnatlaridan ayrilib, Payg'ambarning ta'limotidan ayrilib, Payg'ambarning ko'rsatmalaridan ayrilib, o'zimizning ra'yi va o'zimizning xohishi bo'yicha yo'l tutish qodatlarini g'ayishimiz bo'lib qolsa, u holda nifoq illatlarini har zaman o'zimizga yuqtirib olamiz. Mana bu e'tiqodiy munofiqlikning 6-sifati bo'lsa, Payg'ambar alayhissalatu vassallamning uchiq qashqari til tekkizish, Payg'ambarning sunnatiga til tekkizish, Payg'ambarni ayiblash. Mana bugun kuni ko'ryapmiz. Payg'ambar alayhissalatu vassallam Oysha onamizni manchashda uylangandi. Andaqdi, mundaqdi. Mana din dushmanlari Hazreti Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ustidan nima tuhmatini qilmoqda? Aziz birodarlar, agar shunchalar tuhmatli qilinayotsa, yana uningga tang jurulab, andaqmidi, mundaqmidi deganga o'xshagan holatda bo'lib qolsa, bu bir xatarlik. E'tiqodiy munofiqlikning 7-alomati bo'lsa, musulmonlarga qarshi, musulmonlarni halok qilish uchun din düşmanları bilan ig'iz burun yalishish, kelishim tuzish, ulardan pul elish, musulmonlarni ichki qatlamini singib kirib, ularning sir asrorlarini din düşmanlariga yetkazish, musulmonlarni parchalash harakatini o'tash, musulmonlarning ichida bir-biriga ishonmaydigan, bir-birini qo'llab-quvvatlamaydigan, bir-birini bag'riga bosmaydigan holatni maydonga keltirish uchun to'xtovsiz harakat qilish, mana bu e'tiqodiy munofiqlikning 7-alomati aziz birodarlar. E'tiqodiy munofiqlikning 8-alomati bo'lsa, Allohning rasulining hukmidan yuz o'rish.
Qala Allah qala Rasulisi qala pokun deydigan. Allah Allah'ın Resulü mundaq dedi dese, ya unda degen bilen pokuni şeyhim, pokuni evliyarım munda degen dep Allah Allah'ın Resulünün sözünün üstüge iki putluk mağantgan insanın sözünü ilgiri qilish bu itiqadi nifaq qilib boradigan alamet bu. Bunun 9. sübti bolsa aziz birodarlar, müminlarni Allah'a ve Allah'ın peygamberiga haqiqiy iman etganligi uchun, Allah'ın Resulüge itaat qilganligi uchun masxir qilish ve ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hakim. Din düşmanlar nima uchun musulmonlarni o'chkoydi? Mümin bo'lganligi uchun. Bugun Xitoy tajovuzchilari bilan sizlar bizning o'tirimizdagi dushmanlik bu itiqodiy dushmanlik. Bu itiqodiy dushmanlik. Qachoniki biz Xitoy olib bersak, qachoniki biz shu Xitoyga o'xshash midirligini go'sh ungini saydab yalib uradigan, uni degan yeridan chiqadigan, ruhiy psixikasi allabirun xitoylashgan bir badbaxtga o'zgaradigan bo'lsak, uning hech bizga nisbatan dushmanligi yo'q bo'laydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen Quraysh müşrikinin oturuşu düşmanlık ne oldu? İtikadi düşmanlık oldu. Bugün Müslümanlar bilen kafir oturuşu düşmanlık ne oldu? Birinci olarak itikadi düşmanlık. Çünkü bizim itikadımızı yuqassa, Müslümanlığımızı yuqassa, o halde bizim üzül kesil asmalatasa kılalaydı. Bana qarab bakınız birodarlar. Bugün Uygur Müslümanlarını Uygur kılıp mevcut kılıp duruvatkan nesi onun itikadı. Eğer Uygur Müslümanlar bugün İslami kimliğinden ayrılsa, itiqadidan ayrılsa, xiyalını ham eylemenli ki, tonuq olamaytgan bir maxluq özgürümüz biz. Ne bir Uygur dep ötep dikemiz deymiz. Xitay tarixida Manju dep bir millet ötken. Neçe 100 yıl Xitayga hükümranlık qilgan. Bugün Xitay bilan asmalatda sağlab tugidi. Nima uchun? Uning putirab turalgudek bir aqidasi bo'lmaganligi uchun bugün yer sharidan yo'qoldi. Bizning eng nachar, eng meynat, hatta Xitoyga ishlaydigan xoin deyilayotgan badbaxtlimi ko'p qismi to'ngizgichni yemaydi. Nima uchun? Bu islomiy e'tiqodning ta'siri uchurganlikdir. Qachoniki bir millat o'zining e'tiqodini yo'qotsa, musulmonlik kimligini yo'qotsa, o millat mavjudligini yo'qotadi aziz birodarlar. Xotirjam bo'linglar. Biz islomiy kimligimizni yo'qotib, e'tiqodimizni yo'qotib, musulmonligimizdan voz kechib turib, xo'shallik yashayamizmi deb tush ko'rmanglar. Bizning haqiqiy hurligimiz, haqiqiy izzatimiz, haqiqiy baxtimiz biz faqat haqiqiy musulmon bo'lganda, Qur'on sunnatning ta'limoti ostida shuni to'g'ri tushunadigan va tushundira oladigan ish egalarining to'g'ri rahbarligi ostida aningdikin haqiqiy hurlikka, haqiqiy izzatga shu chog'da erisha olamiz aziz birodarlar. Shuning uchun mana bu yuqorida mening sharhliginim bu e'tiqodiy munofiqlikning 9 turlik alomati. Amaliy munofiqlikning alomati Ebu Hurayra radıyallahu anhu'da rivayet kılınan hadiste 3 türlük deyilgen, yana başka Bukhari'nin hadislerinde 5 türlük kötegen. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'nun hadisi de ayatul munafiq salas ve iza haddasa kezebe ve iza vaada akhlafa ve iza tumina khana ve fi rivayetin ukhra ve iza khasama fajara ve iza ahada gadara. Munafiqning alameti 3 dedi Peygamber aleyhisselam. Yalgan sözlüsü, davamlıq sözlüsü yalgan sözdeydi. Gep sözlerge yalganla arılaştırdı. Köravatımız. Bir insanın imanı özünün ağzından çıkavatkan sözge hakim bulaşqa elib barmısa, men ma gep bilen rastgap qılıvatım mı yalgan mı? Men ma rastgapni qilish orqali qanchalik manfaat olmoqchi? Yalganni to'qish orqali qanchalik manfaat olmoqchi? Buni densiyamasa, shuni densiyashga, shuni o'lchab yo'l tutib menishqa, uning iymoni asos bo'lanmasa, iymonimizni tekshirishimiz lozim aziz birodarlar. Bu bak muhim masala. Shuning uchun mana bu amaliy munofiqlikning birinchi sifati so'zlisilar gapiga yolg'onni aralashtirdi. Va'da qilsa xiloflik qiladi. Omonat qo'yalsa xiyonat qiladi. Bugün amanet qaysi o'rinda ketyapti? Bugün bir musulmonga yana bir musulmon amanet deydi.
Bir Müslümanға yana bir Müslümanның izzat nomusi amanet edi. Bugün şu amanetligi rioya qilyapmizmi? El-muslim ahul muslim haramun alayhi damuhu ve irduh. Müslümanның qarindishidir. Şu Müslümanға yana bir qarindishining ustida onun qani, jini, meli haram. Onun izzat nomusi haram. Bugün izzat nomusimizga tegilayotgan bir-birimizning ustidan hech bir pokisizlik, g'ayvat, shikoyatlar, tuhmat, haqoratlar bo'layotgan. Bugun ittifoqlikdan so'z ochgan insonlar avval biz ittifoqlikni mujassam qilish uchun zuvanimizga qo'ymoqimiz lozim. Allohdan qo'rqmoqimiz lozim. Haqiqiy omonatga vafo qildiganlardan bo'lishimiz lozim. Mana bu amaliy munofiqlikning yana bir rivoyatda deyilishicha ve iza khasama fajara. Başkaları bilen şunday gap talışıp qalsa, sürkülüşüp qalsa ağzını buzuplam, şu ağzının aldığında 2 tane kesekni qo'yib qo'ysa, kendi qanıga o'zgarib ketib qoldigan insonlar. Hatta şunday insanlarni ko'ryapmizki, so'zlab o'tib, dinning nomi bilan so'zlab o'tib, buzuq iboralarni ishlatgan manda marazlarni ko'ryapmiz endi jamiyatimizda. Axloqsiz marazlarni ko'ryapmiz. Bu xatarlik bu. Payg'ambar alayhisolamning baziya emas edi. Ne kupal emas edi, ne ahlaksız emas edi. Bugün sallı bir gap talışıp qalsın ağzınızı buzuvatkan, gap qilib o'tib ağzınızı buzuvatkan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gap qilish uslubu şu muydu? Bu ameli munofiqlikning sifati aziz birodarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ameli munofiqlikning yana bir sifatini va'da qilsa xiloflik qiladi dedi. Ahdiga xiloflik qildigan bu sifati bor dedi. Mana bu aldınqı mening şərləgən 9 türlük sifət bu itiqadi munofiqlikning sifati. Bunun alametleri olgan bolsa, tövəndə şərləginimiz bu əməli munofiqlikning alametleri. Əmdə və min sifatil varidati fil Qur'an. Bu munofiqlarning Qur'oni Karimda kelgan sifatlariga bir qarab baqaylandı. Munofiqning Qur'oni Karimda qanday sifatlari bor ekan? İnnel munafiqin yetavaqqa'uhum hilakal mu'minin. Munofiqlar müminlerin halaketini her zaman kütüdü. Her zaman şunu arzu kılıdı. Sizler Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam ve müminler ila ehlihim abadan ailesiga mengu qaytanmaydı deb guman qildinglar. Mengu qaytanmaydı deb guman qildinglar. Ve zuyyina zalika fi qulubikum. Mana bu xiyol, mana bu guman sizning qalbingizda chiroyli ko'ksildi. Va zanantum zannasau. Siz shu qadar yomon gumanni qildinglarki, bu payg'ambar va uning sahobalari endi bu kurashda mengu qaytanmaydi, mengu tugaydi bo'ladi dedinglar. Xuddi Xitoy va uning gumashtili, bugun Xitoyga ishlayotgan jasus munofiqlar endi machatalga chiqqan Uyg'urlarning 2-Sharq Turkiston qaytanmaydi, buni tugidi. Qaranglar ko'rinishni. Bugun şu munofiqlik xiyoli ham aylamoqsinki biz qaytamiz. İnşallah yo'qolgan izzatni o'zimizning amaliy kurashlarimiz bilan tortib olamiz. Gap bilan emas. Bu kuch, bu vatan qo'ral bilan, qon bilan tortib olingan. Ham uning qo'lidagi hokimiyat inshaalloh kuch bilan tortib olindi. Hem şundan qilish kerak. Ulug' Rabbimiz Allah subhanahu va taala mana bu munofiqlar to'g'risida nima deyapti? Sizlar payg'ambar va uning sahobalari mu'minlar oilasiga mengu qaytanmaydi deb gumon qildinglar sizlar. Zuyyina zalika fi qulubikum. Bu gumoningiz sizning qalbingizda o kadar chiroyli ko'ksildiki, va zanantum zannasau. Bu endi tugidi. Bunu varak oldu, bunu veyran buludu. Bu gumanı kıldı. Aziz buradarlar, münafıklar her zaman müminlerini en şundan oylaydı. Müminlerin halaketini kütüdü. Müslümanların halaketini kütüdü. Onların veyran buluşunu kütüdü. Bu bir xatarlik. Mana bu Kur'an-ı Kerim'de kelgan itiqadi munofiqlikning ikinci sifati bo'lsa, müminlarni masxir qilish,
özünü âli-canab, paylasıp sanaş. Münafıklar davamlıq turda özünü aqılliq, âli-canab, paylasıp, katta danışman sanaydigan, özüdün başqalarını aqılsız, hamaqat, döt, galvanqa chiqiradigan tabiati var münafıqların. Ulug' Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala nima deydi? Ve izâ qîle lehum, Bakara surasının 13. ayetinde, ve izâ qîle lehum âminû kemâ âmenen nâs, qâlû enu'minu kemâ âmenes sufahâ. Kişiler iman etqandek iman etinglar deyilse, ular bu hamaqat, galvan insanlı iman etqandek iman eytimiz mi oldu? Ala innahum humus sufahâ'u velâkin lâ ya'lemun. Ameliyatda mana muşu içi bilen teşi birdek bolmagan, tili bilen yürkü birdek bolmagan bu münafık bedbaqtlar mana bu haqiqiy galvan dötlü muşular. Dünyada özünün igisini tanımagan insandan mı döt galvan olandı? Özünün Rabbiga sadık olmagan insandan mı hamaqatlik mi bolandı? Allah subhanahu wa ta'ala mana bu ayetning oxirini mi deydi? Bu münafıqlarning sifatlarini yana bayon qilib, bular müminler bilan uchrashsa, biz mümin deb turib oladi. Va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Bizning imonimiz va biz mümin deb turib oladigan. Amma va iza khalu ila shayatin, o'zining katta boshlari, shaytonlari, yo'lboshchilari bilan xali qolganda bo'lsa, biz sizlar bilan bilsabdi biz. Biz faqat insonlarni masxir qilamiz, hamaqatni masxir qilamiz biz. Qarang. Bugun shu tabiatga insonlarni kiravatimiz. Ma eshikdan kirib, eshikdan yuqmay chiqitalaydigan. Dunyoning ham yerida ey aziz birodarlar, tarixdan ibrat olmoqimiz lozim. Tarixdan ibrat olmoqimiz lozim. Münafıqlar nima ishni qildi? Musulmonlarning saflarini bo'ldi. Musulmonlarning ichida ümidsizlik tuyg'ularini shakllantirdi. Bularning rollari o kadar cho'ng oldu. Men yuqori dedim, islom ummati musulmonlar hech qachon janggohda emas, balki musulmonlik qiyofatga kirib turib musulmonlarning ichki qatlamida safni ayirish, ishonchini yo'qotish, jamoatni bo'lash, bir-biriga nisbatan umidsiz tuyg'u bilan qarash, bir-biriga nisbatan ishonchsiz tuyg'u bilan qarash, mana shunday tuyg'ularni shakllantirib musulmonlarni hali vayron qildi. Qur'oni Karimda kelgan mana bu munofiqlarning 3-sifati bo'lsa, ular meyli er munofiqlar bo'lsin, meyli ayol munofiqlar bo'lsin, ular bir gavda. Ma müminlar bir gavda bo'lmayapmiz endi. Dasturxonda bir gavda, masjidga kirib namozni o'qiganda bisabda bir gavda, lekin buyuk bir davoni ijro qilishda, buyuk bir davoni ro'yobga chiqarish uchun qadam bosishda bir gavda bo'lmayapmiz. Allah subhanahu wa ta'ala nima deydi? El-munafiqun ve'l-munafiqat ba'duhum min ba'd. Munafiq erlar ve munafiq ayollar ularning ba'sining qatoridan. Ya'muruna bil ma'ruf bil munkar ve yanhauna 'anil ma'ruf. Ular munkarga buyuradi, ma'rufdan to'sadi. Nasulloha fa nasiyahum. Ular Allohni unutdi, Allah ularni unutdi. Innal munafiqina humul fasiqun. Munafiqlar ular fasiq bedbaxtlar. Qarab bakinglar birodarlar. Ulug' Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bizga qanday xitobni qilyapti? Munofiqlarning har zaman til jihatda. Shunga bir tal munofiqni tutib olasangiz, shu munofiq o'zining til biriktirib, zanjir tomon chetib ketgan munofiq degan. Bilishidi ekanda munofiqlar. Mana ko'ryapmiz jamiyatimizda. İnsanlar hammamizni xilni topib atgan. Hammamizni xilni topib atgan. Bengi bilan uchrashib og'ayni bo'lib atgan, haroqkesh og'ayni bo'lib atgan, aqidasi mujmal, maydoni iniq bo'lmagan badbaxtlar shunday insonlarni topib og'ayni bo'lib so'rindash bo'lib atgan. Har inson o'zining sepini, o'zining xilini topib atgan. Munofiqlar o'zining xilni topib yashayotgan birodarlar. Nima ish qilgan ular? Munkarga buyurib, ma'rufdan to'sayotgan vazifani o'tayotgan. Allah Teala mana bu ayette sizlar bizga bu ogohlantirishni beryapti. Qur'oni Karimda kelgan yana bu munofiqlarning yana bir sifati bo'lsa, mu'minlarning ichida bo'linish paydo qilish, parchilanish paydo qilish. Ulug' Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala nima deydi? Agar u munofiqlar deydi,
Sizlarning ichingizda shu kurashga chiqsa, mazadukum illa khabala. Ular fitna fasoddan boshqani hargiz ovutmaydi. Nega bo'lsin fitna fasod teriydi, seponni biladi ular. Hattoki sizlarning ichingizda bo'lgunchilik qilish uchun ig'vogarchilik qiladi, suxanchilik qiladi ular. Qarang, Alloh siz bizga bu munofiqning tabiatini da'vat qildi. Sizlarni bo'lash uchun, sizlarning ichingizda bo'lgunchilik qilish uchun suxanchilik qiladi. Aning gapini aningga, mani gapini aningga, musulmonlarni birsi bizga suqashtirib. Ammo esingizda bo'lib qolsin, bugun mening oldimga kelib, birisining g'aybitini qila olgan inson ata mening g'aybatimni yana birisini oldiga qila oladi. Biz ko'ryapmiz buni. Bak uchrab ketdi bizga bu. Tap tatmasdan bir insonning ustidan gap qila olgan inson ustida Rabbining borligiga mukammal ishonch qilib bo'lmagan inson u. Shuning uchun qila oladi u. Rabbim ko'rib turdi, ma gapning hisoboti bor. Haram bo'lmagan bo'lsa, shu g'aybat qilish. Ash tuhmatlar haram bo'lmagan bo'lsa, qanchalik qila o'g'aydi. Demak, bu bir nifoq tabiatining ifodasi birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu munofiqlar musulmonlarning ichida ig'vogarchilik qiladi. Musulmonlarning ichida ularning saflarini bo'ladi. Bu vazifalarni o'taydiganligini ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu oyatning o'zida nayt rushan gavdalik ifoda qilib o'tadi. Mana bu Qur'oni Karimda kelgan munofiqning yana bir tabiati bo'lsa, davomli qasamxo'r keladi. Qasamxo'r keladi. Alloh dediki: "Va sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum." Qaranglar. Alloh da'vatida ular pat fursatda qasam qiladi. Agar qurbimiz yetgan bo'lsa, biz sizlar bilan birga kurashga chiqdik. Amalimiz yo'q, balam mag'rib qilib ko'slar. Bim bo'lib qilib aynda bo'lanmay qoldi. Musulmonlik g'albiga erishgan vaqtida bu gapni qiladi. Musulmonlar mag'lubiyatga uchursa, hanim bo'lsa yeniga bormabdi ekanmiz, hanim bo'lsa Sharq Turkistonga borib bormabdi ekanmiz, ish mishaydi ekan to'q. Esingda bo'lib qolsin. Nurg'un insonlar bor. Alloh saqlasin. Agar kunlarning birida Sharq Turkistonga bir jihat boshlanib qolsa, ya buni Xitoy paydo qildi. Tarixda shunday deb keldi. Payg'ambar alayhisalom davrida Uhud urushlarida voy musulmonlarning soni oz, mushrikning soni ko'p, tayyorligi puxta emas, bular tugaydi, vayron bo'ladi deb musulmonlar ichiga tushkunlikni paydo qildi. Izchil bu narsani paydo qilib keldi munofiqlar. Yili ham voy taqa bizning pishib bitilmagan, u olmagan, bu olmagan, planimiz yo'q, u yo'q, bu yo'q. Av onda degan bilan samirib ketdi, mamunda degan bilan uxlab ketdi. U gap qilgan bilan amili. Hey, Allohdan qo'rqmoq lozim. Bir insonning qalbida agar bir narsaning davosi bo'ladigan bo'lsa, uning tayyorligini qilish kerak. Bugun senda bir majburiyat, mas'uliyat inga bo'ladigan bo'lsa, sen bir planni tuzib baq. Bir planni tuzib baqinki, musulmonlarni izzatga erishtirish uchun qadamingni bosib baq. Hech bo'lmagan vaqtida Allohga qo'lingni ko'tarib, samimiy duo qilib baq. Buni qilolmay quruq shuar bilan ish qilayotganlarning ustidan gap tepayotganlar, ish qilayotganlarning ustidan ig'vo to'qiyotganlar men munofiq sifat menda tepilib qolgan mudu deb o'zing gumonlansin. Shuning uchun aziz birodarlarimiz, kiravatimiz. Bir kishining tijorati ro'naq tepib, ishlari yuksalsa, darhol uni yana qo'yib, biz sizlar bilan biz dedik, ishlar yurishmi shunday qolsa, yo'lda kesim ko'rashmaydi. Mana bu nifoq tabiatdagi insonlarning tabiati. Allah Taala mana bu munofiqlarning yana sifatlarini bayon qilib, nima qiladi ular desa, davomli haqqoniy kurashlarda hapulu shupul o'zi so'raydi. Allah dediki: "İnnemellezine yesta'zinukellezine la yu'minuna billahi vel yevmil ahir." Qaranglar. Vartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Nima qiladi? Ayaga berang anishni qilaylar. Bugun Sharq Turkiston qarta maashi ekan, mani qilaylar desa, har turli bahona chiqaradi. Ruxsat so'raydi, uning o'zurlari, hatto bir diniy ta'lim tarbiya so'rinlariga kelishning bugungi davrining o'zida Allohning yo'lidagi bir jihodiy hukmning oldingi boshlanmasi degan aqida bizning qalbimizda shakllanishi kerak. Payg'ambar alayhisalom dedi, bir odam ilm talab qilib bir yo'lda mangan bo'lsa, ta shu odam qaytib kelgan qadar Allohning yo'lida bo'ladi dedi. Agar dinni o'rganmoqchi, islomni tushunmoqchi bo'lib bir qadamni bosdingiz, ta uyingizga qaytgan qadar Allohning yo'lida bo'laydingiz siz.
Bugün günde Allah'ım şu devamlı bir gapni deydi. Ey aziz birodarlar. Bir günde 3 vaqt tamoq yemasak başlarımız kaydı. Bugün bu İslam ümmetinin şu cümleden Uygur Müslümanlarının maddinge bo'lgan ihtiyacı şu kadar büyük. Şunun için Sayyid Kutb'un bir gapi var. Ahvacun nas ila şeri'a a'damu min ahvacihim ila tanaffus ve ta'am. Kişilerin şeriatga dinge bo'lgan ihtiyacı ularning nafaslanish, yemek içmekka bo'lgan ihtiyacıdan necha hassa büyüktür. Bir insan taamsız dünyadan ketken bolsa o mengülük yetişemez. Dinden ayrılıp ketiş bu mengülük dünya ve ahiretlik ketişten direkt görülür aziz birodarlar. Bu bexatarlik. Şunun için biz her zaman yo'qolan bahane sebeplerini köküstedigan. Her zaman her türlük izni sorap yürüydigan. Bugün ecellik bir basqışqa duch kelib qolyapmiz. Men sizlarga shuni deb qo'yayki, biz yo'lning bir egimizga duch keldik. Agar mushuningdan to'g'ri burlanmasak, yana ketadi bizning davolarimiz necha 10 yil keyiniga. Bugün Uygur Müslümanlar uykusunu içiş gerek. Süt uykusudan uyg'onish kerak. Meyli mollisi olsun, meyli yuqorida davo qilayotganlari olsun, hamma uning buning peshida bo'lmasdan fakat bir büyük bir davani Kur'an sünnetga uygun bir şekilde davamlaştırışının kuydu bo'lish kerak. Bu davani icra qilish jarayonida xolis bo'lish kerak. Niyat durust bo'lish kerak. Nifaqning Qur'oni Karimdagi yana ifodaları bular qanday qiladi? Namaz ibodatini ado qilgan vaqtida hurullarcha ado qiladi. Riyoxo'rlikdan qutlanmaydi. Nafaqa qilmoqchi bo'lsa, pul xarjlamoqchi bo'lsa, qanday qilib bo'yniga og'amchini silib so'rigandek pul xarjlaydi. Allah dedi ki İnnel munafiqin yukhadi'un Allah ve huve khadi'uhum ve iza qamu ila salati qamu kusala yura'un an-nas ve la yazkurun Allah illa qalila. Munafiqlar Allah'ını aldamoqchi bo'lishadi ular. Ameliyatda Allah ularni aldaydi. Ular namozga tursa urulashib turadi. Ve iza qamu ila salati qamu kusala hurullaşıp durdu. Kiravatımız ez birodarlar. 5 yılın yağı yani 30 yıl yaşasımı kasır koyduğun kardeşimiz var içimizde. Boz hem namazı cuglap namaz yerine killam okuyassak aşı kaldı hem de bizden hem de. Ey birodarlar Allah'tan korkmamız lazım. Sizge bu petvanını kim tep veriyordu? Kim sizge bu petvanını tep veriyordu? Siz üzünüzün yan çıkırdığın formlarını tüzüp fatvanı çıkarıvatamsız yoki bo'lmasa bir din ahlining oldiga berib qilayotganingizning to'g'ri yoki xatoligini surishtirib baqdingizmi? Ulug' Rabbimiz Allah subhanahu va taala munofiqning suftin da'vat qildi va iza qamu ila salati qamu kusala. Bular namozga tursa hurlashib turdi. İnsanlarga qilgan ibodatini riyo qildi, ko'ksitdi. Va la yazkurunalloha illa qalila. Allohni oz yod etdi. Namozni o'qiysizda to'g'ridan tatalagandek. Namazdan keyin ya duoyingiz yok, ya zikr tasbihlarınız yok. Qo'pusizda chiqisiz g'aybat. Ey Allah'dan qo'rqish kerak ki, agar senda rasmiy, samimiy yurak bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy dindarda bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kuni utuqliq va nijotga erishish orzusi bo'ladigan bo'lsa, sen bu zikrni tashlab nega olmoqchi? Sen bu duo takbirni tashlab nega olmoqchi? Nega oldiraysan? Her bir Müslümanın imanı havola. Her bir Müslümanın itikadı havola. Biz özümüz tekşirmekimiz lazım aziz birodarlar. Ulug' Rabbimiz Allah subhanahu va taala yana bir oyatida deydi: "Va la ya'tuna salata illa va hum kusala, va la yunfiquna illa va hum karihun." Munofiqlar namozga hurullah keladi. Allohning yo'lida shu qadar ko'ngli tatmay, mecburlanganda xarajat qiladi. Ha, bir adam mecburlumusma? Hazır nurgun baylarımız var ki, ma ma'arifqa, ma talibqa, ma bichara irsiz qalgan nimaga nurgun chiqilni var ki, miyaga bir pul qaylab qo'ya olmadi desa, qarab yiqiladi. Biz o'zimizning ishqanda, hojatlarimiz tugab, hamma narsamiz qolib qolganda, haq bir tutqizib qo'ysa, tutqizib qo'ygan pulni amal bagimiz yo'q. Şunday insanlarını görevatımız, şunday insanlar buluşu mümkün. Allah'tan korkmak lazım.
Bu Allah'a buyurilgan iqtisod. Bu din yo'llarida haylangan iqtisod. Bu bizning izzatimiz, bizning hurligimiz ve kıyamet günü haqiqiy bir izzatga erishishimiz uchun salingan dasmiy bu. Munofiq qanday qiladi? Namozga o'rinlashib turadi, xarajat qilsa, u qadar yurkidan xalab qilmaydi. Mana bu Qur'oni Karimda kelgan nifoqning sifatlari. Nayt ko'p aziz birodarlar, ammo men nayt qisqa bo'ldim. Endi bu munofiqlikning kili sabablari. Munofiqlikning kili sabablari bunda 3 noktaga mujassamlangan. Ameliy munofiqlikka sabab bo'ldigini birinchi imoniy ojizlik. Allah ve Allah'ın Resulü bo'lgan mukammal ishonchning bo'lmaganligi. Bu narsa bo'lmagandikilam qiyomatga bo'lgan hisob kitob bo'lmaydi, hisob tuyg'usi bo'lmaydi. Men ma gapni desam, ma yo'lda mansam, ma ishni qilsam buning hisoboti yo'q degan tuyg'u bo'ladi-da, qiyomat kuniga bo'lgan ishonch ojiz bo'lganligi uchun og'ziga kelganni deydi, oldiga kelgan niyati o'zi bilgancha qadam setib mingaverdi. Şunun bilan dunyo manfaatiga oldinda, kichikgina manfaat uchun qarindoshlarini sotadi, dinini sotadi. Ikkinchisi huquqparastlik, shahvatparastlik, dunyo matolariga amroq bo'lish. Mana bu bütün baloyatning beshi. Islom tarixini qaraydigan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallam milodiy 622-yili Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan vaqtida Abdullah ibn Ubaydan iborat bo'lgan badbaxt Aws va Xazraj qabilasi bunu o'ziga rahbar qilish oldida turibdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning kelishi bilan Abdullah ibn Ubayning qo'lidagi bu huquq ta'tillanib qoldi. Bu huquqqa erishamay qoldi bu. Bu o'yladiki Muhammad kelmagan bo'lsa, men Madinada katta bir haqam bo'lib qolardim men. Muhammadning kelishi bilan mening qo'limdagi bu huquq ta'tillanib qoldi deb o'yladi. Shu sababdan qanday qildi? Bu amalsızlıktan İslam'la dava kıldı. Müslümanlıkla dava kılıp durup İslam'la sepiki kirip hatta her cuma günlükte Peygamber Aleyhisselam aldığı birinci septi kopap gebdallık kılattı o. Ama bu münafıklarını Uluq Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ı doktadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ga bu münafıklarının şerrinden sakınış, bunlardan her zaman ihtiyat kılışka Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'la agahlandırdı. Şunçula agahlandırılıp tuğan bolsunmu münafıklar davamlıq durdu Müslümanların septini bileş göründü. Uhud uruşuda 600'ga yakın adamni keyniga agashtirib geçip ketdi. Sepni böldü. Tarix qarab beqinlar. Şunçula bölünüş hasıl kıldı. Medine'de Müslümanların içinde bölünüş hasıl kıldı. Quraysh müşriklerin til böktürüp durup Müslümanların zırhı hizmet kılgan bolsa, keyin hatta Rim imparatorluğu şu vaqtdagi imparatorluqlarning eng cho'ng bo'lgan Rimliklar bilan maxfiy til böktürüp durup edeb etib, hatta İslamga qarshi harakat qildi. Buguncha endi Uyg'ur tarixini qarab beqinglar. Tunji qatim Sharq Turkiston tuproqiga o'z millatimizdan chiqqan, qanimiz o'xshash bo'lgan, Uyg'urcha so'zlaydigan Niyaz Hakimbekdan iborat bo'lgan badbaxt Zuzungtan'ga 6 ay burun maxfiy mektup yollab, bunun maksidi Yaqub'ni öğretiplam, hakan bulmak ciddi, huquqparastlik tabiati mana mushundaq narsa. Cho'ng olsam bo'ladi degan tabiat kelgan kuni, sorun mening, gap mening, huquq mening, hamma narsa mening deydigan tabiat shakllangan vaqtida bundaq tabiatlik insonning qo'lidan har balo keladi. Niyaz Hakimbek oxirida Zuzungtan'ni Sharq Turkistonga chillab akelib, özünün emiri, yol başçısı olan Yakup Bek'ni zehirlep şehit kıldı. Ama Zuzungtan qanday kıldı? Özünün milletiga, özünün dindaş, Krimdişiga xiyanat kılgan bu bedbaxt, mana qanday muvafa qilsin dedi de zindonga solab yo'q qildi. Tunji yo'qtilgan bedbaxt shu oldu. İslam tarixini qarab beqinglar. Tümür xalpalar qaysi munofiqlarning qo'li bilan vayron bo'ldi? Sabit damolamlıçı tarix qarab bakmak lazım. 24-yil Abduqodir Damollam Ahmet Ma'zin degan badbaxt tarpidan pichoqlab shahid qilib etildi. Azanning toza bo'lishiga to'g'ri aytdi. Bugun Sharq Turkiston tuproqlarida Qur'onni kamil o'qiydigan, arabchani kamil biladigan, tabliq qilinsa voyaga yetkazib tabliq qildigan kishilar balkim qiyamda turib qo'yishi mumkin. Ammo bir qism munofiqlar mavjudki, ular namaz okuydu diyor, roz tutudu diyor, İslam'ın davasını kılıdı diyor. Acaba özünün kırındaşlarını setip atıdı. Münafıklık kılıp atıdı. Dinni sosyalizmga maslaştırış için bütün cancahövlen tirişip atkan münafıklığı var. Nim için bunun imanı, nim için onun kıyamı, nim için onun İslami davaları
bu munofiq qilishdan to'sab qolamidi? Gap shu bo'ldiki, islom dinining ideologiya qismini, e'tiqodiy qismini sap ravishda tushunmaganlikdan bo'ldi. Bütün baloyofat bu bo'ldi. Uning qalbi, uning ruhi Allohga bog'lanmaganlikdan, uning hisob tuyg'usining mukammal shakllanmaganlikdan, qiyomat kuni har bir qilgan atmishlardan Allohning oldida hisob beradigan tuyg'u uningda mavjud bo'lmaganlikdan mana bu jasuslik, mana bu munofiqlik hali ham izchil davomlashib kelmoqda. Niyoz Akinbekning ayni vaqtida Abduqodir Damonlarni qaslab shahid qilgan badbaxt u o'z plan tuzganmi? Yo'q. Dal Abduqodir Damonlarga o'xshash arabcha tabliq qila oladigan dinni suiiste'mol qilib turib jon boqqan bir turkum badbaxtlar tarafidan planliq yetishtirilgan badbaxt u. Tarix bilan qarab ketinglar. Biz bu gapimizdan nimani tushuntiryapmiz? Musulmonlar ogoh bo'lmoqi lozim. Har zaman bizning ishimizda mujohid qiyofati kirib olishi mumkin. Molla qiyofati kirib olishi mumkin. Bizning sodda hissiyotlarimizdan foydalanib, har zaman bizni o'rak ittirishning kuyda bo'lishi mumkin. Bu xil tabiatga munofiqlik mavjudmi, mavjud emasmi? Albatta mavjud. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu munofiqlikdan davomli ogohlantirdi? Nima uchun bu munofiqlikning voqelikdan tilga oldi? Siz bizni ogoh bo'lsin, diqqat qilsin deysiz uchun. Biz hali ham tarixdan ibrat oldikmi? Tarixdan hech ibrat olmayapmiz. 30-yili Abduxoliq Uyg'urdan iborat bo'lgan millatning bir guhini Ro'zimolla ismli bir badbaxt Shimsega setish orqali xonavayron qildi. Qatlam qildi, Abduxoliq Uyg'urni shahid qildi. Ammo Abduxoliq Uyg'ur shahid qilingan şu kunlarda her insan Ro'zimolladan iborat bu xoinning xoinligini biladi aziz birodarlar. Ammo bir inson ma munofiqning o'zini yordamsiz tashlab qo'yay, ma munofiqdan aloqani o'zay, ma munofiq bilan barikalda qilmay demidi. Bugun bizning ishimizda shu tabiat bor. 10 yil burun musulmonlarning satqonligiga pakit bor. Musulmonlar xiyonat qilganligi pakit bor. Na qanimizga, na dinimizga, na binosimizga xiyonat qilganligi pakit bor, dalil va taqdek. Ammo shundoq pakitasi bugun kunda azg'ina hissiyotni foydalanib binas yezib qo'ysa, beshga qizgapni qilib qo'ysa, u ulug'vor bir inson o'zi voy tövbe qilgan bo'lishi mumkin. Ey, unda oson aldanmanglar birodarlar. U imtihondan o'tsin, sinoqdan o'tsin. Aningdan keyin taxi shu insonlar bilan aloqani o'ssakmi, aloqador bo'lsakmi, kechikmaymiz aziz birodarlar. Ko'ryapmiz. 15 yil, 20 yil Xitoyning cho'moqchisi bo'lib, musulmonlarni shu qadar qalaymiqan jo'ylatib, xatib bo'lgan, Xitoyning mollasi bo'lgan badbaxtlar. Men oyda o'ylab qolaman. Bugun Abduraqib Mishaga chiqib qolsa, matoni bir qo'yishimiz mumkin biz. Alloh saqlasin. Biz kallamizni silkimasak, qachoniki bu badbaxtlar imtihondan o'tmaganda, sinoqdan o'tmaganda biz qandoq uni hurmatlab to'yga chiqaramiz? Bizning ichimizdagi ana shu munofiqona tabiatdagi psixikasi allburun buzilgan, tabiati buzilgan, huquqparastlik tabiatlari, manfaatparastlik tabiatlari mavjud bo'lgan, mana bu insonlardan har zaman ogoh bo'lish tabiati bizda rivojlanmagan vaqtida biz nima ish qilamiz? Shunga hushyor bo'lmoqimiz lozim. Tarixdan ibrat olmoqimiz lozim. Abduxoliq Uyg'ur shahid qilib o'tildi. Uningga xiyonat qilgan Ro'zimolla 15 yilgacha xotirjam yashadi. Bir inson uning yoqasini tutib, "Ey munofiq" deyanmidi. Bugun deyanmayapmiz. Nima uchun? Nima uchun deb qala? Nima uchun? İnsanlarning o'tmishni surishti qilish haqqimiz yo'qmi? Shuning uchun biz tarixdan ibrat elishimiz kerak. Mana bu huquqparast insonlar, huquqparast tabiati insonlarni munofiqlikka elib boradigan eng katta sabablarning birisi. Eng katta sabab. Buning uchinchi sababi islom va musulmonlarga o'chmanlik qilish, uni yoqtirmaslik. Bumi munofiqlik tabiatini texmi taraqqiy qildirishda, munofiqlik tabiatiga xamiy turish olishda asosiy rol oladigan bir omillar. Shuning uchun mening tarixni qisqacha bu yerga dalil qilib kelishimning sababi
Biz tarix qarab bakmamız lazım. Tarixda şuncha ular ustozlarimiz insonlar tarafidan tuhmatlandı. Mana shu qag'iliqdagi katta munavvar ustozlarimiz ustidan har turli tuhmatlarni taqatdi. Ammo shu tuhmatlarni taqatgan insonlar hali ham nurg'a yalida ishonchdi. Shu o'rinlarda yashab turibdi. Biz har vaqt puxtalik bilan qadam bosishimiz, ehtiyot bilan yo'l tutishimiz, ishimizni pokizlashimiz, nifoq va munofiq tabiatida bo'lgan insonlarni ehtiyot qilishimiz, xolis, samimiy, durust bo'lgan insonlar bilan qo'l tutishib, bu buyuk davoni ro'yobga chiqarib oxirgacha davomlashtirishga qadam bosishimiz kerak. Endi munofiqlikdan saqlanadigan omillar bo'lsa, aziz birodarlar, agar bizda nifoq illatlari, amaliy nifoq illatlari mavjud bo'lib qolgan bo'lsa, biz samimiy tavba qilishimiz kerak. Anından keyin xolis, samimiy, rostchil, taqvodor va Qur'on sunnatni to'g'ri bildigan, Qur'on sunnatni asman badin tushunish imkoniyatiga ega bo'lgan ustozlarning peshini tutishimiz, solih kishilar bilan hamsuhbatda bo'lishimiz, Qur'on tilovat qilish orqali Alloh bilan bo'lgan aloqa munosabatni quyuqlashtirishimiz, o'zimizga talabni yuqori qo'yib, vaqtni ching tutib, o'zimizning qiyomat kuni har bir bosgan qadamimiz, har bir qilgan so'zimiz, har bir ilib bo'lgan faoliyat mashg'ulotlarimizdan Allohning oldida hisob berdiganligimizga mukammal ishonch turg'izishimiz mana bu nifoq illatlaridan qutulishimizning muhim sabablarining birisi deb qarayman. Alloh taolo hammamizga rahmat qilsin, hammamizni ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo nifoq omillaridan saqlab qolsin. Munofiq kasallaridan yiroq qilsin va munofiqlardan yiroq qilsin. Ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo Uyg'ur musulmonlarining saflarini pokizlab, yuqoridan tuvangachilik xolis niyat bilan, durust maqsad bilan ulug' muqaddas Qur'oni Karim va hadis Rasulning to'g'ri talabi ostida to'g'ri plan va loyihani tuzib, to'g'ri uslub va vositalar bilan buyuk bir davoni izchillashtirg'ili ulug' Rabbimiz nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.